narxini aytadigan bo'lsam, narxini 5500 dollardan sutkaga beraveramiz. Okey, endi pulni ishlatadigan paytingiz keldi menimcha. Ko'rasizlar, bu orqa darvoza bo'ladi, bu oldi darvoza bo'ladi. Fasadi 12 bo'ladi, uzunligi 40. Общий 5 sutu joyimiz, 2 kishi 2,5 dan olsanglar ham bo'ladi. Men sizlarga narxini aytadigan bo'lsam, narxini 5500 dollardan sutkaga beraveramiz. O'zi polni bitta odamga sotaman 5 sut deb aytishdi, lekin 2,5 bo'lishib olsanglar bo'ladi ikkita odam. Yerimiz bunaqa qing'irqi shu 3 burchak bunaqa joylar emas. Orqasini ham ko'rsataman sizlarga. Orqasida ham mahalla bor. Chiroyli, osoyishta. Bu yoq tomonda ham xuddi shunaqa. Uni 9,5 mingdan yer qo'yganimda, voy arzon ekan deb aytuvdinglar. Endi bunga nima deysizlar? 5500 dollardan. Voy tez kelib baraka qilib yubormaysiz. Bu bilan bo'ldi. Kecha men sizlarga aytuvdim, podpiska bosib qo'ysanglar, arzon narxdagi yer qo'yib beraman deb aytuvdim. Mana sizlarga arzon narxdagi uncha joydan topa olmagan 5500 dollardan men sizlarga yer qo'yib qo'ydim. Mana endi bitta podpiska bosib qo'yamiz. Chiqiragacha bu yog'i hisoblanadi, bu yog'iga devor tortiladi. U boshqa odamniki. Sotuvdagi mana masjiddan bu yoqgacha. Orqa mahallani ko'rsatim, oldi mahallani ko'rsatadigan bo'lsam, oldi mahalla fasadi 12. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda odam yashagan chiroyli, akkuratni joy. Mana. Tuli yerimiz Toshmi postidan 9 kilometr kirganda joylashgan. Shunday 100 metrdan keyin katta ko'cha, katta ko'chadan avtobus ham yuradi ipodromga.